Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosining Ochil programmasiga xush keldinglar. Programmamizning 10-chi qismi Muborak Qurban hayitiga to'g'ri kelganligi uchun barliq stansiyamizdagi xodimlar nomidan ko'ruvchilarimizga, Uyg'ur do'stlarga hayitlik salom yo'llayman. Shundaqla bugungi sahifamizni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning Uyg'ur eli ishchi va sirtidagi qarindoshlariga yo'llagan qizg'in va o'tliq Qurban hayitlik salomlari bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki vatan içi teşriki Şarkı Türkistanlı qarindoshlarimning bugun Qurban hayitini, Muborak Qurban hayitini chin qalbimdan tabriklayman. Ularga yalqinliq salomlarimni yo'llayman. Şarkı Türkistanning taqdiri uchun ko'nglini bo'lgan va shuning uchun shehid bo'lgan qarindoshlarimning, sabdoshlarimning, farzandlarimning oila tabobatlaridan hol so'rayman. Ham turmada yetayotgan, bolalari turmada yetayotgan, ota-onalar turmada yetayotganlarning pat fursat yaqin soatda turmadan chiqib o'z oilasi bilan birga bo'lishini, murod maqsadlariga yetishini umid qilaman. Va shuning bilan birga mushu Qurban hayitda murod maqsadlaringlarning hosil bo'lishini Allohdan tilayman. Onanglar Robiya Qodir, lideringlar Robiya Qodir, jangchinglar Robiya Qodir, do'stinglar Robiya Qodir, ko'z yeshinglar Robiya onanglardan sizlarga. Assalomu alaykum, vatan va ichi sirtidagi aziz qarindoshlarım. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Aziz vatanimiz Sharqi Turkistondagi 30 milliondan ortiq musulmon Uyg'ur xalqini bu bayramni bundaq tantana bilan o'tkazdi deyolmaymiz. Vatan sirtidimi, vatandan uzoq, vatansizlikning dardini tatib bu bayramni ancha vala xo'shal-xo'ramlik ichida o'tkazdik deyolmaymiz. Ammo qalbimiz her minut, her sekund aziz vatanimizga talpinadi. Bu har qanday bir qarang'uliqning yo'riqligi chiqadigan kuni bo'lganidek, bu azobningmi, bu musibatningmi oxirlashadigan, vatan ichi va sirtidagi butun xalqimiz quchoqlashib, ashu vatanda hayitganing oldida bayramni xo'shal-xo'ram birlikda o'tkazadigan kunlar cho'qim keladi. Bizga Janobi Alloh bu kunni ham cho'qim beradi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, men Gullandiyadagi Rayhon Tajalli bo'lman. Butun dunyodagi Sharq Turkiston uchun kurash qilayotgan Uyg'ur do'stlarimning Qurban hayitini tabriklayman va Qurban hayitini yaxshi, ko'ngilli o'tkazishlarini umid qilaman. Qarindoshlar, hammanglarning Qurban bayrami muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, suyimli Sharq Turkistonlik qarindoshlarım, otalarim, onalarim, akıllarim, hedlerim, inlerim, singillerim, suyimli farzandlar, suyimli balalar, hammanglarning Qurban hayitinglar muborak bo'lsin. Mushundaq ulug' kunlarda turmalar ichida, zindonlarda begunoh yetayotgan necha 10 minglagan qarindoshlarimizninki ularning azob oqibatlarini Alloh yengillabkay, ularni pat arada o'rlikka chiqishiga Alloh o'zi yordamchi bo'lg'ay. Shehid bo'lib ketgan shehidlarimizning hammasining yodga yeri takrar jannat bo'lg'ay, ular hammaylar duo tavat qilayli. İnşallah bu da qitimli Qurban hayit namozimizni hammamiz birlikda o'z ona vatanimiz mustaqil Sharq Turkistonda birga o'tashga Alloh nasib qilg'ay. Hammanglarning Qurban hayitinglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vatanimizning ishidagi va vatanning sirtida barliq muhojirda yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar hammalaringning Qurban hayiti muborak bo'lsin. İnşallah her bir vatan ishi sirtidagi dinparvar, vatanparvar her bir qarindishimizdan qilgan ish xizmatlari mush ishga bir vesile bo'lsin inshaalloh. Allohdan tilaymiz. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Sharq Turkistonlik qarindoshlar, men Yaponiya Uyg'ur birligiga vakolatan
Dünyanın her qaysı yerlerdeki Şərq Türkistan qarindaşlarımğa və şundaqla Şərq Türkistan işçidiki qarindaşlarga bulupmu Xitayning zindanlarında ağır musibət içində gün ötküzətqan bizning Qaysar oğul qızlarımızga dünyanın her qaysı yerlərdə vətənimiz, milletimiz və dinimiz üçün fidakarlıq göstərətqan barlıq qarindaşlarga çin könlümdən qurbaniyetlik salam yollayman. Assalamualaikum. Din qarindaşlarım, Türkistanlıq qarindaşlarım, qız oğullarım. Qurban namazınızlar mübarek olsun. Qurbanınızı Allah kabul eylesin. Allah sağlık, salametlik versin. Biz bolsak yaxşı, Allah'a çok şükür. Sizlerden Allah salamet kılsın. Kurban bayramınızla mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Kalay bildirmamlılık ve naitimiz yeri. Hem dehşetlik hem güzellik toplam. Tarih kamuslarını özünün hem kem hem sırlık tılsımat bağırığı güçlüvelir. Moğlup atkan aziz vətənimiz Şərq Türkistan'ın içinden ümit dolgan gözleri bilen tang, karı baskan öz vətəni bilen tang moğlangan aziz Uygur qarindaşlarım. Qurban yetimlarga mübarek olsun. Assalamualaikum. Şərq Türkistan'ın içi ve sırtında yaşavatkan darlık Müslüman qarindaşlar. 2016 yılı kilovatkan bu Qurban Hayit ayımı münasibeti bilen her birinlarının Qurban Hayit ayımlarını tebrikleymen. Şundaqla Şivetsiyada yaşavatkan barlıq Uygurlarga ve Şivetsiyadaki mevcut olan teşkilatlarga vakaleten her birinlarga Cenab-ı Allah'tan tiş amallık ve asayişlik tileymen. Vətinidən yirak, buruq tuqqalardan yirak, gurbet diyarında heyt ötküzüvatkan barlıq Şərq Türkistanlıqlarının Qurban Hayitinglarını qaytadan ve qizg'in tebrikleymen. Allah'a amanet bulunlar. Assalamu Aleyküm. Vətən içindeki ve sırtdaki barlıq qarindaşlar. Belgiya Uygur cemaatiye vakaleten kelivatkan Qurban Hayitinglar mübarek olsun. Cenab-ı Allah'ın vətənimizin azatlığını, erkinliğini ve müstakilliğini dileyimiz. Amin. Assalamu Aleyküm aziz qarindaşlar. Ben Gollandiya'dan Hüseyin Tecelli bulunan. Ben bütün dünyadaki Müslümanların Qurban Hayitini tebrikleş bilen birge bütün dünyada muhacirette, musafirlik yaşayotgan Şərq Türkistan halkının azadlık için köreş kılayotgan bütün Uygur qarindaşlarımınki Qurban Hayitini mübarekleymen ve tebrikleymen. Dünyadaki barlık Uygur qarindaşlarımız. Biz Kazakistan'daki Uygurlar barlığınlarını Qurban Hayit bayramı bilen çın kalbimizden tebrikleyimiz. Sizlerge sağlam salametlik işlerinizga muvaffaqiyat hem hemmimizning arzu aramalarga yetişige tilektaşmiz. Assalamu Aleyküm hamma ismim dostlar. Benim ismim Yunus ve Şivetsiyada yaşayman. Hammalarning hitimlarga mübarek bo'lsin. Assalamu Aleyküm aziz Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Hammalarning Qurban Hayitinglarga mübarek bo'lsin. Bu Qurban Hayit münasibetinden hammalarning ailelerine bəxt, turmuşlarına xatircemlik, işlerimlerine bereket ve utuq tileymen. Assalamu Aleyküm. Ben Kazan'daki Regimet Şərq Türkistan için köreş kılayotgan Uygur ösmür dostlarımdan Qurban Hayitini tebrikleymen. Bütün dünyadaki Müslüman qarindaşlar Qurban Hayit bayramımızga mübarek olsun. Assalamu Aleyküm hürmetli görürmen dostlar. Açıl sizning, bizning, şundaqla hammamizning. Açıl ekranımızdan közler içilsin, nazarlar içilsin, iqbal manzillar içilsin. Açıl dasturimizning 10 betini namoyon qilish oldi turibdimiz. Bu mübarek sayfimizning sınaq bosqichidan muntazam programma bosqichiga kirganligini hayajon ilkida tabriklayman. Açıl dasturimizga muborak bo'lsin. Açıl ekranining
tomoshabinlar bilan yuz ko'rishish uchun ekran oldi va keyinda ter to'kkan barliq xodimlarga, hamdamda bo'lgan, bizni qo'llagan va yana asar, shundaqla fikr qatnashtirgan barliq o't yurak mushtarilarimizga, barliq ishtirokchilarimizga Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bo'limi, shundaqla Ochil programmasi xodimlari nomidan o'tliq salom va tashakkur aytaman. Bugungi dasturimizni kuzatish va analiz saytimiz bilan ochaylik. Tomoshabinlarning qizg'in talablari bilan ekranimizning tunishliq aziz mehmoni bo'lgan ataqliq arxeolog, yeziqshunos Qurbon Vali apandini studiyamizga bugun taklif qildik. Bugungi dasturimizda Bug'raxonlar tazkirasining nashr qilinishining oldi-keyindagi ajoyib sirlar, Xitoy hukumat tarmoqlarining mazkur kitobni milliy bo'lgunchilik ideyasiga chetishi va buningda Qurbon Vali apandining qurbonlik qilinishiga doir ma'lumotlar ayon bo'ladi. Diqqatingizni bizdan uzmang. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Ochil programmasining kuzatish va analiz sahifasiga xush keldinglar. O'tgan qadimlik programmamizda arxeolog va qadimgi yeziqlar tadqiqotchisi Qurbon Vali apandi bilan bizning tarixiy yeziqlarimiz haqida suhbat o'tkazgan edik. Shu qadimgi suhbatda ba'zi muhim halqaliq masalalar, savollarimiz kelib qolgan. Shu munosabat bilan biz Qurbon Vali apandini yana bir navbatlik suhbatga o'rinlashtirdik. Bugungi suhbatimiz Uyg'ur qadimiy asarlarini ratlash, nashr qilish, buningga doir masalalarga bag'ishlandi. Qurbon Vali apandi, radiomizga xush keldingiz. Rahmat, rahmat. O'tgan qitimqi suhbatimiz bu Tangritog' masalasida markazlashgan, ham shu yerda qilib qolgandi. Shu Xitoy hukumati Tangritog' masalasidagi pozitsiyasida shu bet qilib qoldimi yoki bo'lmasa bu masala keyin teshilib chiqdimi? Bu qanday bo'ldi buning natijasi? Xitoy hukumati 81-yili mening maqolam e'lon qilingandan boshlab buni cheklashga boshlagandi. Tianshan deysan, Tangritog' demaysan deb cheklashga boshlagandi. Endi 87-yilga kelishlik cheklayolmay eng oxirida bir Uyg'ur tilini qiliblashtirish, atalg'ularni qiliblashtirish yig'ini ochib, shuni bilan Tianshanni qiliblashtırib, Tangritog'ni cheklab o'tmoqchi bo'lib, buni qilamidi. Shu peti qilib qolmadi. Meni undaq deb ayblamagan bo'lsa-mu, ammo boshqa masaladan men qusur topib aybladi. Qanday bir masala sizning qusur topganmi? Ham 87-yildan keyin mendan nima masala izladi desangiz, qadimgi asarlarni chiqarish orqali milliy bo'lginchilarni tarixiy faktlar bilan ta'minladi degan narsani ko'tarib chiqdi. Buningda bir konkret bir misol yoki konkret bir dalilni ko'rsatdimi? Masalan, mana asarlarni chiqaribsa, bu masalalar bayam siz degandek atalmish milliy bo'lgunchilik qudratqo'llik qildi degan bu ko'z qarashni olg'a suradiganqa. Masalan, 90-yili Barin qo'zg'oloni paydo bo'lgandan keyin Abdumrayillik partkom maxsus bir guruh avatib, ashuni tekshirib, bir xulosa doklad yozib yo'llagan. Xulosa dokladda aytishicha, shu qadimgi asarlar ishxonasi nashr qilgan Bug'raxonlar tazkirasi degan kitob, shu bo'lginchilarni nazariya asosida bilan ta'minladi degan gap bor. Uningda mening ismim bor. Buni aytib bir jiddiy bir ayıplash hujumda bu. Hamda bu yerda Bug'raxonlar tazkirasi yoki tazkiratul Bug'raxon asli demisi. Bu masala kelganda oldi bilan bayam dedingiz qadimiy asarlarni ratlash ishxonasi. Masalan, shu yerdan bir boshlab baqsaq, siz Abdunum raylik muzeyda ishildingiz. Qanday bo'lib bu ishxonaga berib qoldingiz endi? Qanday bir shamol sizni bu yerga ushirib keldi? Mening maqolalarim e'lon qilinishga boshlab 83-yilga kelganda nemida qadimgi yeziqlarning sirliq ambirini topdi deb nihoyatda cho'ng bir nima bo'lgandan keyin Abdunumrayin meni Abdunumrayinlik muzeydan oriyat kelib yo'tkab bu Abdunumrayinlik xalq hukumatining qadimgi asarlar ishxonasiga akeldi. Xalq hukumatiga qaramdi vaqtida. Xalq hukumatining bir ishxonasi. O bizniki qadimiy asarlar boyligimiz nihoyatda
mol deymiz. Meyli o İslamiyet'ten burunki Buddizm devirlerine alakadar rəsiqələr olsun, yoki İslamiyet'ten keyinki yazılgan her xil tezkiriler, tarix, toplamlar, nəhayət köp əsərlər var Uygurcada. Siz bu işxanaga bağa vaqtida bu əsərlərin ahvalı qaysı halatda, qandaq bir halatda qilib qalgan? Meni 83 yılı ariyet elib bu işxanaga əkəgə vaqtda bu işxanda heç qanday kitap toplanmaptı. Şu vaqtda Uygurdan birini, Mongoldan birini, Xanzodan birini degandek bir töttek işxana moderi var ekan. Şular şu har qaysi millat bilan özleri bilan körüşüp əsərlərini qandaq toplaş, qandaq nəşr qilish meselesini sözləşib etibdikan. Plan tüzülüşkə başlamapdikan. Mən kelgandan keyin plan tüzülüşkə başladı. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık plan tüzdük. Ben bu plan tüzüşkə qatnaşdım. Şunun bilan bu yerdə bir nərsəni oturluq kirgizib qoy. Bu yerdə qədimi əsərlərini rədləş, nəşr qilish işxanası var. Yana bir komitet mi var bu yerdə? Qədimki əsərlərini rədləş, nəşr qilish rəhbərlik komiteti deyilən. Bu ikisinin oturluğu nə fərqi var bununki? İkisi bir organ mı ya? 83 yıldan başlap Abnum rayonumuzda 10 asıllık milletinin, Xitaydan başka 10 milletinin qədimki əsərlərini rətləş, nəşr qilish degan bir yeni xizmat başlandı. Yani bunun da qədimki əsər degan nima? 49 yıldan burun nəşr qılınған əsərlər, yoki yazılған qol yazmalar. Yani bu iş başlanğandan keyin meni yo'tkab akeldi, biz plan tuzdik. Şunun bilan bu bir işxana şu vaqtda qurilib bo'libdikan. O işxana nening işxanasi desiniz? Qədimki əsərlərini toplash, rədləş, nəşr qilish rəhbərlik qrupu işxanası. Rəhbərlik grupu degan Abnum rayonunun reis, muavin reisleri, Partikomның muavin sekretarları derecelik muşunda adamlardan kurulgan bir komitet. Bu rəhbərlik grupu degan qızılbaşlıq hüccət çıxıra alaydigan urun. O nazaretlərinin qızılbaşlıq çıxırılgan huququ yox, ular icra qıldıgan urun. Mao nəhayət bir huquqluq urun. Bu şu vaqtda bu onda olsa sizlarning ishxona shu komitetga qaraydi. Shu rəhbərlik qrupu qaraydi. Rəhbərlik qrupunun hüccətləri, məsələn, Uygurlarning qədimki əsərləri var, nurgun bu İslamiyetə dair, dinə dair, tariximizə dair bu əsərlərin hamısı Xitayning özlərinin oturğu qoyub kelayotgan rəsmi tarixi bilan bütünlüy muxalif əsərlər bu. Bunu nəşr qilish işlərində bularning chiqargan konkret abaysiz deganda qizil başlıq hüccətləri prinsipi nima bularning? Qandaq rədləş kerak, qandaq nəşr qilish kerak degan məsələdir. Şu 83-yılı bu bir yeni xizmat başlanğan vaqtda mərkəzdən düşürgən yol yo'riqda asıllık milletlərinin qədimki əsərlərini, qol yazmalarını, besilgan kitaplar olsun, həmisini qaytadan rədləb nəşr qilish. Xuddi Xitayca Xanname, Tangname, Suname deganlar nəşr qilgan o'xshash, o'z aynan nəşr qilish, onunğa hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bo'lsa, onun izohat berish degan bir siyosat chiqibdi ekan. Bu siyosat odamlarni bir xo'sh qilayotgan shu vaqtda. Shuning bilan bu xizmat boshlandi. Shuning bilan siz qaysi hujjatni icra qildingiz bu yerda? Shularning degini bo'yicha icra qildingizmi yo o'zingizlarning bir icra qilish usulinglar bormi? Ularning qilibig'i tushirib turib. Endi şu vaqtda bu Abdunum rayonunun bir siyaseti anıga o'xshamaydi, mərkəzligiga o'xshamaydi. Abdunum rayonunun nima siyaseti? Məsələn, mən 83-yılı ariyat kelib, yəqi bağandan tatib toplaş, rədləş, işlərə qatnaşdım, planını biz tüzdük. Ən axırda 86-cı yılğa kelgəndə bu 4 mudir, muavin mudirinin həmmini kəgə yerге mangız ötüb, meni mudir deb elan qildi. Şu işxananing mudiri oldum. 86. Şu mən mudir bo'lgan vaqtda oldingi mudir bu İming'az efendi. O mening qo'limga o vazifani o'tkazib berdigan vaqtda mening qo'limga bir varaq qog'ozni berdi. Mana bu men qiladigan ish ekan. Buni ko'rgandan keyin hamda men ajoyib bir xil o'zim bilmedim özümle. Bu bir məxfi hüccət. Tüpsüge qat'i məxfi deb yazılgan. Kim deydim dedim. Bu bir varaq qağazının üstünde neyim var desiniz?
4 adamning imzosi bor, tasdiqi bor. Birinchi tasdiq Xitoycha yozilgan. Buningga qadimgi asarlarda Xitoy degan so'z chiqsa, uni Jungo deganga o'zgartirish. Turkiston degan xat chiqsa, gap chiqsa, so'z chiqsa, buni Şinjanға o'zgartirish. Shuningga o'xshash hozirgiga to'g'ri kelmaydigan har qanday atalg'u chiqsa, uni o'zgartirib nashr qilish kerak degan Xitoycha xatgan. Uningga Janobil deb imzo qo'yibdi. Janobil shu Abdum rayonining muavin sekretari, ideologiyaga mas'ul sekretar. Anikin ikkinchisi Pungdajin. Pungdajin deganimiz bu nimaning tashviqot bo'limining boshlig'i. Bunun yollarıga sal texnik qiyin. Qadimgi asarlarni nashr qilingan qadimgi asarlar hargizmi bo'lgunchilar, millatchilar uchun material ta'minlamaslik kerak. Buni kafolat qilish lozim degan gap. Endi buni ko'rib menga tas keldi. Bu qadimgi asarlarni Xitoyning Tangshu, Xanshu degan kitoblarni o'qisimi, uningda hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan narsalar gaplar bor. Uni qo'llanib tutib olsa, shuni qo'llansa, yana xatolik bo'lgan gap. Buningdan bir kim to'g'ri o'qimasa, bu asarning asli nusxasini o'zgartirib o'tadi-da, unda tuzatish kerak. Buni haq o'qiganda manda deb o'qib qo'yib, xato tushunib qolsami, biz mas'ul bo'lsak, bu qanday buni og'ir masala ekan. Dedim bu ikincisi kelganda. Andikin üçüncü tasdiq. Shu bir varaq qog'ozda üçüncüsü var. Üçüncü adam Badayning tasdiqi. O siyosiy qonun boshlig'i, nimaning Abnum rayonining siyosiy qonun sekretari, qadimgi asarlar ishxonasining guruhi boshlig'i, shu rahbarlik guruhining boshlig'i. Bu odamning solgan tasdiqida qadimgi asarlarni xuddi shu Jungo'ning Xanshu, Tangshu degan kitoblarga o'xshash aynan nashr qilamiz. To'g'ri hozirgiga to'g'ri kelmagan so'zlar bo'lib qolsa, uningga izoh beramiz deyilgan. Siz qaysisini ijro qildingiz? Bundan aytib xo'sh bo'ldim. Yana birisi bor. Temur Damatning. U qadimgi asarlar rahbarlik guruhining faxriy guruhi boshlig'i. U nima deb tursa, men yo'ldosh Badaynikiga qo'shilaman, markazning siyosati bo'yicha ijro qilish kerak degan gap bor ekan. Buni ko'rib, ikkisinikini men ijro qila olmaydi ekanman. Keyingi ikkininkini men ijro qila oladi ekanman. Shuning bilan men menga tanlash huquqi bo'lgan ekan, men mudir bo'lgan ekan ishxonaning, men mushuni ijro qilaman deb men rahbarlarga aytib qo'ydim. Shunday qilsan dedi. Shuning bilan bu ishimiz boshlanib ketdi. Endi shu siyosat bo'yicha siz Tazkiratul Bug'roxonni nashrga tayyorlaganda aynan nusxasini qanday bo'lsa shunda oldingiz? Dal siz degandek. Shu Tazkiratul Bug'roxonni nashrga tayyorlab chiqqandan keyin uni men tahrirladim. Bug'roxonlar tazkirasi. Ya'ni bu 88-yilda nashr qilingan bizningki Qaraxonlar davridagi podshohlarning tazkirasi deyman bu. Mush Qurbon Vali apandim buni qadimgi asarlar ishxonasida ishlayotgan shu yerga mas'ul bo'lib vazifa atqarayotgan mazgilda nashr qilingan asar. Ammo bu asar keyingi vaqtlarda Qurbon Vali apandimga bir muncha avorchiliklarni tapagan Bug'roxonlar tazkirasi degan kitob bo'ladi. Xo'sh, shuning bilan buni qanday qildim doiralar? Yani bu kitapni şu vaqtda nima bo'lib sizniki beshingizga bir bola qazo? 87-yili nashr qilgan planimizda bor edi. Tayyorlab bo'lgan, nashriyatga berib bo'lgan. Endi besilib chiqishi 88. Bir yil talash tortish bo'ldi. U talash tortish uning oqisida qandoq ishlar bor, uni men o'qimayman. Endi cho'nglarning o'tirsidagi elishish. Eng oxirida bu kitob chiqdi. Aynan chiqdi. Bu kitobda nima bor desangiz, bu kitobda Xitoy degan so'z bor, Turkiston degan so'zim bor. Biz uningga izohat berdik. Turkistonga bu bir jo'g'rafiyaviy atalg'u deb izohat berib qo'ydim. Xitoy deganga bu endi shu vaqtda shuna deyilgan. Bu hozirgi shu Xanzo millati shu. Buni bu bir xato gap demadim. Shu vaqtda shundoq dedim. Ammo shundoq gaplar. Bu buningda endi asosan shu İslam dinini Satuk Bug'roxon boshlagandan tortib
eng ahiri şu nemeden turpa, uçağı turpanını İslamlaştırış devirlerigacha. Eng ahirda şu turpanı kelip, turpan qo'mullarmi islomga kirib bo'lgandan keyin ichkiriga islom ochimiz deb mangdigan vaqtda bu Bug'roxonlarning eng oxirgi avlodi shu o'lib ketgan. Turpanni o'lib ketib, shuning bilan mang'amay qilib qolgan. Bu kitobning mazmuni edi, Topata Xo'jam degan bir mazava Turpanda. Shu Topata Xo'jam, shu Xo'jamning maziri. Eng oxirida Bug'roxonlarning oxirgi avlodlarininki ishkirga berib islomachimiz degan. Ishkirga islomga chiqib boramay qolgan vaqt. Endi keyingi vaqtga kelganda Xitoyning nariga tegdi bu. Endi bu kitap 88-yili tarqatilgandan keyin hech qanday gap yo'q, shundoq jiq olqishga erishdi. Endi 90-yilga kelgan vaqtda Barinda bir cho'ng voqea bo'ldi. Voqea bo'lgandan keyin Barin voqeasi 1990-yili 4-oyda yuz bergan eng cho'ng zo'r bir siyosiy isyon voqeasi. Shu voqea yuz bergandan keyin Abdumurayillik partkom shu voqeani tekshirish uchun xizmat guruhi avatgan. Avatganda endi maxsus mush kitobning ta'siri va rolini tekshirish uchun Abdumurayillik partkomning tarjimoni Rahman Ma'sum degan bir kishini shu avatib ekan. Baringa. Shu kishi nihoyat bakjiq tekshiribdi. Şu vaqtda tutilgan 500 dek adamning hammasini so'roq qilibdi. Barinda hamma oilani o'yaqtirib, shu yerdan teplarni tep chiqibdi. Xalqlarning iqrorini aytdi. Elib eng oxirida shu xulosa dokladni shu adam yozgan ekan. Rahman Ma'sum. Buning bilan nima munosabati bor bu? O nima deydi desa, mush to'plan qatnashgan odamlarning hammasi mush kitobni o'qigan. Muşunundan ilham algan, muşunundan nazariye asas tapgan, Qurbavalining baş kitaplarını mı okugan? Muşu mening günahım hem de şunu bilen bana muşu günahını atıp koydu. Bu doklad kelgandan keyin Abdumurayim bo'yicha 3 derajalik kadrlar açıldı. 80-chi nayining boshliqlari Şenjang muavin Şenjanglari keldi. Şu vaqtda Mush dokladni Sunxallar o'zi e'lon qilgan. E'lon qilgan vaqtda shu Bug'roxonlar tazkirasi mushu Barin eksinqilovi to'polog'ini qo'zg'ashda mush rol o'ynagan, eng yomon rol o'ynagan kitob. Buning muharriri Qurbavali deb mening ismimni shu vaqtda atgan. Endi bu yerda yana bir masala bor. Uyg'urlarning qisqacha tarixi. 80-ci yılların ahırlarında bu kitap nəşirge tayarlanğan, oturluqda mening bilishimcha to'xtatib qo'yilgan bir fikrlar bilan keyin yana o'tirg'i chiqqan. Uning keyindan 90-ci yillarga kelganda men aniq yil vaqti esimda yo'q. Sizning muharrirligingizda nashr qilindi bu kitap. Hamda bu kitapning mazmuni Uyg'urlarga qarshi oladigan bir kitap emas. Nurg'un tarixlar, hukumatning tarix nuqtai nazari, ularning tushunchasi bo'yicha izohlangan Uyg'urlarning tarixi bu Uyg'ur jamiyati bek qarshi oladigan bir kitap bo'lmadi shu vaqtning o'zida. Siz qanday bo'lib bu kitobga bosh muharriri bo'lib ismingiz kirib qoldi? Siz tahrirlaganmisiz bu kitobni? Ana hozir bu Bug'roxonlar tazkirasi bu kitobda meni nazariya asos bilan ta'minladi deb nima qilgandan keyin bu bizning qadimgi asarlar rahbarlik guruhi bilan tashviqot bilim sohasidagi bu ideologiyani boshqaradigan bu boshliqlar o'tirisida cho'ng elish bo'ldi bir mezgil. Mush kitob to'g'riliq. Mush kitob meni jazolamamdi. Mush kitob sababli sizga bir chora ko'rishninki o Barinni aksini qilib deb bo'ldi. Uni kim qilgan? Mush kitob paydo qilgan dedi. Mush kitob kim chiqargan? Qurbavali va boshqa ba'zi masalalarda qo'shaq ko'pik bor sizga. Demak, buningga endi shundoq atıp turib oldimi? Shuning bilan bular nayatdi mush kitobni aksin qilibchilarni nazariya asos bilan ta'minladi deydigan taraf ideologiyani boshqaradigan bu taraflar. Ideologiya asosidagi. Janobi
hem teşvikat bilimi, fundacın diye adamlardı. Muşula. Muşula, muşunu çın tutuvilip, ahir nemini barını tekşirip gelgen adamını çok hizmet gösterdi. Abdülmüraylık Milli İşler Komitesi'nin başlığı Ablayip Efendi'ni Halk Kurultayı kımağız ötüp aşağıya birinci ne dediniz o adamın ismini bayan? Rahman Masum. Rahman Masum dediniz. Rahman Masum. Bir tercümandı. Onu apırıp yaga müdür kılıp koydu da. Şunun bilan bizning bu işimiz aslında nima qilishga başladı. Bu adam çın tutup aldı. Endi mani bir tunuşturup yetiş doğru keldi. İkinci sualınızga men keyin cevap berey. Bu Buğrahallar tezkiresi deydigan kitap xil kitap var. Nayt köp. Biz muşu nusqını tanladık. Biz bu nusqını tanlagan muşu nusqa 1933 yılı yani Tunji Şarkı Türkistan hükümeti kurulgan vakitte Qashqarda köçürülgen nusqa. Şunu bu texinbek sezgirup ketken gap. Nima üçün sen şu vaqtdagi nusxani tanlaysan degan bir sualni mi qo'ymadi? Qo'ymagan bo'lishi mumkin ama bu onu chuqum o'ylaydi. Endi buningki shu vaqtdagi nusxasi Mulla Haji deydi, Mulla Haji degan adam onundan 100 yıl burun yazgan. Onu 100 yıl keyin 1933 yılı köçürgen. Bu köçürülgen şu birinci Türkistan, Şarkı Türkistan devrinde köçürülgen nusqa. Çünkü bu nusqanın rolü sel xalqmı bek yaxşı görüp ketdi, hükümetmi bek qarıştırıp ketdi. Bunundan keyin andikin Uygurlarning qisqa tarixi degan kitapqa meni apırıp mas'ul muharrir qilib, bir yaman kitapqa meni mas'ul muharrir qilib, andikin mashunda ahmoq qildi. Bumu bir ölçülüş. Siz şunda dep qaraysiz bunu sizni? Men hem şunda dep qarayman. Qandaq bo'lib sizden bunu ölçülüş nima üçün? Bunu biraz çoңqurlap bir tushuntirib qo'ysangiz, televizor ko'ruvchilarimiz biraz bunun aqı ko'rinishini bilmegashga toza nima bo'ladi? Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobni Mavzudong 55-yili o'zi tasdiqlab, mushuni ishlash kerak deb tasdiqlagandan keyin uni Fungjasin, Chingsolo degan uch odamga bölüp beriptiken. Bunu Juvullay başvulup qilgan ishkan. Bunu 60-yı yıllar kelganda bu kitapning dastlabki originali chiqdi. Chiqqandan keyin yana davomlashdi. Eng oxirida ulog'imi nashriyat avtorlik huquqi bermidi. Burhan efendim turmadan chiqqandan keyin bu kitapga Burhan efendim mas'ul bo'ldi. Shuning bilan Uyg'ur sayrani Burhan efendimning o'g'li bu kitapni öz qulu bilan tutib, qolgan Xanzu yozuvchilar bilan birga mush kitobni tayyorlab chiqib, mushu 80-yillarning oxirlari deymi? Shu 89-yili 11-oyda. Shu Tiaminga tank kirgandan keyin kirishdan burun buni chiqaramidi, nashr qilamidi? Nima uchun nashr qilamidi desangiz, Saybidin Aziz buni qarashtirdi. Nemisiga qarshi turibdi? Saybidin Aziz jo'yonga bir markazga bir arz qilibdi. Bu arzning mazmuni nima desangiz, Uyg'urlarning qisqa tarixi degan mushundaq bir cho'ng kitobga meni tilga olmay o'tadigan qanday tarix bo'ladi? Masalan, men 49-yili Ahmadjon efendimlar qazo qilib ketgandan keyin Tiaminga shu Badem Mavzudongning yanada Tiaminda turdim. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetini qurish uchun imzo ovoz berdim, Shinjon xalqi nomidan. Mushunimi bunga kirgizmasa, bu qanday bo'ladi? Degandan keyin markazdan qarab baqsa, bu gapmi to'g'ri. Yo'lda Sayfiddinning fikri bo'yicha bu kitobni qaytadan tuzib nashr qilish kerak deb to'xtatib qo'ygan gap. To'xtatib qo'ygandan keyin bu nusxa 3000 nusxa besib bo'libdi ekan. Shuning bilan Tiaminga tank kirgandan keyin endi kimning fikri bo'lsa olmaymiz, mushuni chiqiramiz deb agarsa, ya buni endi azroq bir boshqacha tuzatmasak bo'lmaydi deb Qurbonvali xalq bek yomon ko'rmaydi. Mushuni mas'ul muharrir deb qilayli, mush kitobni chiqarayli dedim-ku. Chiqarib meni mas'ul muharrir deb
belgiledi. Ben Korluğa Şinhua basma zavodiga berip bir ay aş kitapını işledim. Tahrirledim. Hali obdan tahrirledim. Bütün kurulmasını özgertemedim. Lekin sözlerden ait köp özgürüşler oldu. Bunu tahrirlep bulup ben basmaga ötküzüp birip qaytip çıktım. Qaytip gelip bir vaqt qaraydigan bolsam, bu allaqachon bu kitap nashrdan chiqibdi. Nashrdan chiqqandan keyin qarasam, men tahrirlagan nusxa emas. O'zgarib ketibdi u. Bu nusxa emas. Aşı to'xtib qo'ygan, aşı koni kitapni akilib, yangi muqovga koni kitapni kiygizibla, ashuni chiqargan gap. Bundan keyin Uyg'ur tarixi degan mushu, buningdan boshqa samiz e'tirof qilinmaydi, kadrlar mushuni o'rganadi, dedi. Men hamda mushundaq xalq qarshi olmaydigan bir kitobga meni mas'ul muharrir bo'lib qoldingiz. Menga mashunda qilib qo'ydi. Bir yo'l kechak kidasab ketgandek qilib ish yopdi-da. Meni mushundaq. Bumu mening qarashimcha shu bir o'chilishda, o'chilish. Shunda. Aslında men anda kitap yazmaydım. İçindeki sizin obrazınızı şu arkalık bir urimizde. Qanday qilib mendek bir adamning ismidan foydalanib o kitabını çıkardı. Qurbonveli tahrirledi degandan keyin bir kim dastlab fikr vermedi. Keyin o'qib baqsa bu aniki meni tillashga boshladi. Sen qilgan mash kitobni qanday qilgan? Siz bala qapsiz deyapman. Endi şu vaqtlarda masalan Tiyami vaqasining bu 90-yillar Barim vaqasining keyin uni kendidan bu Almas Efendining Turg'un Almas Efendining Uyg'urlar nomli kitoblaridan keyin Uyg'ur ziyolilarini Xitoy tashviqot organlari nurg'un maqolalarga, tanqidlarga uyushtirdi-ku. Shu vaqtda sizga kelganmi? Ya'ni demoqchi o'g'lim, sizmi shu iqlimga moslashib amalsiz irodangizga xilop ma kitobni siz xabarsiz besilib ketdi. Ammo irodangizga xilop bir narsa yozib boqamadingiz. Yo'q. Men hech qachon yozdim. Men alqa Turg'un Almasni tanqidlaydigan yig'inlarga bordim. Majlislarga bordim. Ben gap qilmadim. Ben fikir bermagan. Fikir bermasa miltiq tanlab shuni fikir ber demaydi. O buni majburladi degan gapningmi men toza obdan tushunib ketmayman. Majburlasa sen manga so'zlar deydi. Men qo'shilmayman deb so'zlasim bo'ladi shu vaqtda. Men hech qanday fikir bermagan. Shunda. Shu vaqtda Turg'un Almasning kitoblarini tanqidladi, u kitobni tanqidladi, bu kitobni tanqidladi. Muşularını tanqidlab bostırib etib, andikin halqi Uyg'urlarning qissi tarixini shuning o'rniga chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo uni Sayfiddin Aziz markazlik adam o. U adam qarshi turgandan keyin chiqaramidi? Buni qanday qilish kerak? Qurbonvalining nomidan foydalanish kerak. Ammo mushunda bo'ldi. Shuningda o'yinni o'ynab chiqdi. Endi bu yerda yana menda shu bir savol bor-da, Qurbonka. Sizni masalanga Xinjiang gazetida Xitoyning xalq gazetida munavvar tadqiqotchi, tarixning sirini ochquvchi, dilini ochquvchi degan maqolalar o'z vaqtida e'lon qilindi 80-yillarning boshlarida, dastlabki yerimida 80-yillarning keyingi yerimlarda qadimiy asarlar ishxonalarga mudir qilib yetkazib opirildingiz. Endi yana bir tarafdan uning kendidan bu Uyg'ur Xitoyning rasmiy tarixiga bir xiris e'lon qildi bu odam, ba'zi narsalarga og'dirmuchilik qildi deb onunla qarıştı. Muşu meselede biraz bir mantiqsizlikni ko'ryapman men. Bir tarafdan sizni munavvar tadqiqotchi deb, yan bir tarafdan sizga hujum qilish. Bu yerda biz qanday tushunsak bo'ladi buni? Endi buni aytdi enchiki masala. Endi shu vaqtda men yozgan maqolalarni xalq yaxshi ko'rdi. Onunla yaxshi baho berdi. Men qilgan ishlarni yaxshi baholadi. Abdunum rayim bo'yicha munavvar fan texnika xodim deydigan unvonnoma berdi. Shundan mukofotladi. Anikin munavvar mutaxassis deb qildi. Oxir qadimgi asarlar rahbarlik guruhi ishxonasiga mudirmi qildi. Buni qilganlar mening qilgan ishlarimni ko'rganlar. Ular muşu işini qiladiganlar. Endi qusur topadiganlar o alqi partiyaning ideologiyasi, yani boshqaradigan o taraf, ikki taraf. Ammo meni boshqaradiganlar bu boshqa taraf. Badey,
Tömür, Eminov Hamid, Ablayop diyorlar. Bula o bana hücum kızmaydı bir kimni. Yani Allah beni urup düşürmeyen oyu, andağçı mandağçı dese yok ya biz merkezinin nemisi bu iş kıldık. Bizde hatalık yok deydi. Allah hatalık var deydi. Demek hakimiyetinin özünün işçi de sizge karşı adamlar boğandın sert yana sizni kanat astıga alıdığan güçler mi var? Onu var. Şu hakimiyetinin işi de birbirine karşı grup var. Taraf mı var? Ama şu boğan iş şu. Şunu ben mayından karşı bunu östürüp atkan, maqtab atkan, ayından karşı bunu yaman deyip atkan bu karşı-karşıdaki. Əməliyyatda bu karşı-karşılık emas. Axırkı 1 minutluk vaxtımız qaldı. Eng axırkı bir sualımni sorsam, qısqa bir cavab bersangiz. Siz nechinchi yil chet elga ketdingiz? Ben 92-yili 2-nji ayda Amerikaga keldim. Siz qanday bo'lib chiqib ketdingiz? Bu qanday qilib bundaq ahvol ostida Xitoy hukumat sizni qo'yib berdi chet elga? 90-yili barin voqeasi yuz berib, kitaplarni Burahalla tezkirasidan masala chiqdi degandan keyin men bizning xizmatimiz to'xtadi. İşxananing xizmati to'xtadi. Men bu ishqimni bormidim. Men chet elga berib bir bilim ashiray deb iltimos qildim. Chunki munavvar mutaxassislar chet elga berib bilim ashirsa, oldi bilan ular ruxsat qilishi deydigan bir siyosat bor partiyaning. Men shuningdan foydalanib iltimos qildim. Bu iltimos 1 yildan keyin tasdiqlandi. Kimlar tasdiqladi? Ya'ni shu rahbarlik guruhining boshliqlari bo'lgan. Abnum rayonining raisi, muavin raisi, mushlar tasdiqladi. Shuning bilan ularning huquqi bor. Shuning bilan men Amerikaga keldim. Nayt ko'p rahmat Qurbanka, nayt qimmatli uchurlar bilan ta'minladingiz. Biz uqmaydigan, ko'rganlarimiz uqmaydigan nurg'un tarixiy voqealarni anladık, şahit olduk. Bergen uchurlaringiz uchun nayt ko'p rahmat. Sizga mu rahmat. Bana şu işlerini deydigan fursat verdiniz. Siz için ben mu rahmet eytimen. Muhterem ko'rganlar, arxeolog va qadimgi yiziqshunoslar mutaxassisi, ya'ni qadimgi yiziq mutaxassisi Qurbon Vali apandi bilan ilib olgan suhbatimiz mushu yergacha bo'ldi. Xayr xo'sh, kelar ketim ko'rishgacha omon bo'linglar. Yaqinqi bir qancha ayda ijtimoiy aloqa vositalarida Uyg'urlar orasida qizigan paranglardan Millatlar Ittifoqligi taraqqiyot yili ishqirda Uyg'urlarga yataq yo'q degan temaga munosabatli tarqalgan sin materiallaridagi Uyg'urlarga qartilgan oshkora milliy kamsitish hodislari va inkoslar diqqat chekidi. Albatta, ochil ekranimizning taratqularda Uyg'urlarning gipi sayfistimi hamma ko'ngil bo'layotgan va g'ulg'ul qo'zg'ayotgan bu temaga o'rin berishga tegishli deb qaraymiz. Qinamsa bu vaqtdagi paranglarga kelayli. Xitoy doiralari 2016 yil 30 martdan boshlab bu yilning Uyg'urlar diyorida Millatlar Ittifoqligi taraqqiyot yili bo'ladiganligini, buning ilgirki yillardan buyon yo'l qo'yilib kelgan Millatlar Ittifoqligi tashviqot faoliyatlarining davomiy bo'lganligini jakoladi. Shuningdek keyingi turli uchur manbalaridan ma'lum bo'lishicha, hozir Uyg'urlar diyorining har qaysi joylarida mushunga munosabatlik tashviqot va tarbiya faoliyatlari faol yo'l qo'yilmoqda. Buning eng tipik ifodalaridan biri Xitoyda keng tarqalgan kichik olma usuldan iborat ommaviy naqshining Uyg'urlar diyorida siyosiy tekst shaklda qayta yezilishi hamda har qaysi viloyat hamda noiyalarda yerlik variant nusxasini olgan holda majburiy o'ynanishidir. Sanzayetke uyümde, aytu kaçe uyümde, qirindaş biz her kaçan. Yıldızdaşmiz, yurttaşmiz, milletler hem qalbdaş, ittifaq gülleri borek bilsin. Keng qo'rsaqliq hamrabu, hurmat topsin urf-odat, ishqasin jungu arzusi ko'rib go'zal yurt makon, o'xshash osmon ham havo, nafaslarga hamradur, farzandi biz junqonim, ayrılmaymiz har qachon, meningki olni chiqim, shiri tanmas azabi kuch, güzel gül desiler senin fikringe o'xshash, qonunsiz qarshi. Halbuki Uyg'urlar diyorida bu xildagi tashviqot faoliyatlari zo'r salmoqda yo'lga qo'yilib, yerlik Uyg'urlar Xitoylar bilan ittifoqlik o'rnatishga da'vat qilinayotgan bo'lsa-mu, bu xildagi tashviqot faoliyatlarining yo'q deyarlik bo'lishi sababidan Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarning izchil holda o'g'ri yoki terrorchi deb
qaralınayotganligi ma'lum bo'lmoqda. 我是新疆人，但我不是小偷，也不是恐怖分子。他问我你们是不是崇拜猪？你们不吃猪肉是不是因为你们是猪是你们的神呢？我说不是。我有时候去超市或者是坐公交车、坐地铁的时候，都会遇到好多人，都一看我，马上就是检查他们的那个手机和包在不在那个位置上，我觉得很离谱，然后就感觉心里面有点不爽。 Millatlar orasida soğuqchilik va ziddiyat soldigan bu xil qilmishlarning qaysi darajaga berib yetganligi hamda buning oqibati haqida bo'lsa Xitoydagi ziyolilarning kishilarni oshkora ogohlantirganligi ma'lum. 就在我们经济发展人民富裕的同时，我们在西部地区的一些地方呢，民族关系在急剧的恶化，而且到了也相当已经严重的地步。 这是一个基本事实。特别难，不要说你1-2年、1个月，你哪怕住1天也很难的。好多来北京旅游，他们是老人，知道吗？他孩子带他过来，他们不懂汉语，在北京旅游，他们旅游的天安门、看了毛主席，就是想了当年文化大革命那些时期，就是想那些毛泽东那些贡献，就是哭了，就感动了。晚上住房，去宾馆，新疆人不住买房，说没有空房，其实有的，但是有些宾馆就。 Bu xildagi qo'rqinch tushunchasi sababidan ishkirdagi ko'p qism joylarda normal xizmat bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlarning mehmonxonadan yotoq ololmay qilayotganligi ko'plab ma'lum bo'lmoqda. Bu haqda to'rlarda tarqalib yurgan bir sin ko'rinishida yotoq borligini aytgan mehmonxona xizmatchisi Uyg'ur xaridorning kimlik kartasini ko'rgandan keyin bo'sh yotoqlarning tugab ketganligini aytganligi. Mehmonxona mas'ullarining bo'lsa, uning sababi haqida so'ralgan savollarga qarata yuqorining uqtirishi debla javob berib qutulganligi so'zlandi. 我这个店里头现在不是那宾馆里嘛，他们来2个新疆的，新疆不是上回那个派出所的讲不是不让入住嘛，对吧？现在他们硬要入住，这怎么弄呢？对，我现在跟他们讲到这样了，他们讲的是怎么这那的，讲一些我也听不懂，他们是我看他身份证上是维吾尔族的，他们是维吾尔族的。 Şinjanlılar bizim Şinjan'daki balalar, benim arkadaşımızla ne biz Şinjanlı olduğumuz Uygur olganlığımız için ben külü yataklamaya etken bana Brancu deytler ki vasak Brancu bana kedamına çünkü dağcı diyelde bana bizimle Brancu deytken ben Şinjanlı oldu. Biz arkadaşımız bana Hanzula Şinjan'a çıksa yetkili lan su kursak yatak hemini belgen bilen biz bana Uygurlar kedamına biz Uygurlu Brancu deytken mahman ben beklekat bana takip koyanlar 他们那个公安规定嘛，讲的现在讲的你们那边的人，他现在不让入住。就为啥不让住呢？我不知道，这我就不清楚，因为这个情况我们只能接到他的通知，他就是这个情况。但是你们我们去新疆，我们让你们住，你们不让住我们吗？这个不是又不是我们讲的算的事。那就哪里是你们就不要害怕，就直接等的话，他们自己就过来呀。 是这样，因为我们接到这个公安系统的他汇报了，他公安系统通知我们要不让入住，我们也没办法，这个我们也跟国家粮食弄不到一块去的，对，我们做生意的做什么地方生意不是一样那个？就是朋友那个，你把我们的身份证你登记一下就，他们自己就过来呀。这个不是一个地方，全地方就去那个开房间以后，身份证一登记，他们就自己就过来就。 把我们身份证登一下，然后他们也走的呀。什么的？现在这个房间还没有了。你刚说有，现在一开身份证就没有吗？现在楼上还有房间吗？没有了。你刚说有房间，你开身份证就没有吗？空房没有了。现在要等一会儿，可不可以？刚说有，现在一开身份证就没有是吧？ Dünya Uyghur Qurultayının sabiq baş katibi Nurmamat Musabay bu vaqt fikir bayon qilib,
Xitoyda millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilayotganlarning amaliyotda Xitoy hukumati ekanligini ta'kidlaydi. Bu millatlar ittifoqi degan narsa biz Urumchi davosini 1980 yilda tutib, ya'ni 2 yildan ayrılmas degan shu chiqqan. Hamma Uyg'urlarning aldayotgan bizga keltirilgan bir so'zga. Millatlar ittifoqining asligidan buzayotgan Xitoy hukumati o'zi. Agar Xitoy hukumati siyosatini normal qilsa, hamma millatga o'xshash ham biror ma'mur qilsa, u yerda millatlar ittifoqini tashkil qiladigan uni targ'ib qilishdan g'oyat yo'q. Xalq o'zligidan tabiiy chiqishib yashayoladi. Masalan, negizda Xitoy o'zi o'xshamagan siyosat chiqarib, qonunni o'xshamagan shaklda qo'llanib, millatlarni o'zaro bir-biriga ziddiyat solyapti. Xitoyning ichki o'rtalarida o'zlariga undan millatlar faoliyatini tashviqot qilgan. Hamma tashviqot Sharq Turkistonda Uyg'ur diyarida bo'lyapti. Sen Şinjanlik, sen yataq bermayman deganlik, biz Uyg'urlarni Xitoydagi ikkinchi darajalik fuqaro hisobida ko'rganlik, kamsitganlik. Buni kim qilgan bo'lsa, qonun organlari buni chiqib, bunga qonuniy javobgarlik tortish kerak. Uyg'urlarning bundagi unda kamsitilmaganligi uchun bir aniq bir belgilama yoki qonun chiqarilishi kerak. 你让我住的话，他不让你住嘛？他就不让住，我怎么办呢？所有新疆人都不能住吗？是不是所有人新疆人都不能住？那你得问问其他店了。我就问你们店。我店不能住。所有新疆人都不让住是吧？对。是吧？是。为什么？理由是啥？不知道。你说派出所不让住吗？对呀，那不是也问了几遍了呀？ 就派出所不让住，你下去找找这么多酒店，你下去找找不就其他的酒店不就行了？管的不是很严的那种。 Bunun bilan birga kishilarning eng diqqatini qo'zg'ayotgani Shenzhen shahriga qarashliq Dongmin saqchixonasi tarqatgan Uyg'urlarning uchurlarini to'plash jadvalidir. Mazkur uqtirishda deyilishicha, Xitoy o'lkalaridagi mehmonxonalar o'zlaridan yotoq olmoqchi bo'lgan Uyg'ur yoki Tibet millatiga mansub xaridorlarni jazman shu joydagi saqchi o'rinlarga ma'lum qilishi, ularning ruxsati berilgandan keyin ondan yotoq berishi lozimligi haqida alohida ta'kidlangan. Radiomiz muxbirlari bu masala haqida Yunnanning Kunming shahridagi bir necha mehmonxonaga telefon qilganda birdak o'xshash javobga erishdi. Germaniyadagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Abduvali Tursun bu haqda o'z qarshini o'tirib qo'yib, Xitoy o'lkalarida hozir Uyg'urlar ko'plab duch kelayotgan ig'ir milliy kamsitish hodisasini Xitoyning Uyg'urlarni terrorlik voqealariga bog'lab tashviq qilishining mahsuli deb qaraydiganligini bildirdi. Buni tushunishda oldidan Xitoy hukumati zodi qaysi millatlarga mushkil muomalani qo'llayapti degan narsani o'ylash kerak. Navbatga Xitoy vaziyati qaragan vaqtida asosan Uyg'ur va Tibetlarni asos qilib bu xil kamsitish xarakteridagi belgilamlarni chiqarib, ularningki erkin faoliyat qilish erkinligiga chek qo'yibdi. Buning o'zi navbatdagi Tibet, Uyg'ur qatorliq millatlar to'plashib o'tiraqlashgan rayonlarningki aslida Xitoyga tava emas ekanligini, bu millatlarningki o'ziga o'zi xo'ja bo'lish eng borligini, ularningki Xitoy bilan hargiz bir vaqtda bir yerda o'rtaq yashamaydiganligini Xitoy hokimiyatining o'zi his qilayotganligining bir isboti deb qarashga bo'ladi. Agar undoq bo'lmagan ekan, Xitoy o'zi da'vatgan Xitoydagi atalmış 56 millatning hammasiga bu xil siyosatni qo'llangan bo'lsa, jumladan Xitoylarning o'ziga bu xil siyosatni qo'llangan bo'lsa, u holda buni butun mamlakat miqyosidagi bir xil bexatarlik ahvol nazar qilinayotgan bir tadbir chora deb tushunishga bo'ladi. Kishilarning diqqatini qo'zg'ayotgan yana bir turlik masala bo'lsa, normal tartiblar bo'yicha mehmonxonalardan yotoq olgan Uyg'ur fuqarolarini soqchilarning mehmonxonada qaytadan tekshirib chiqishidir. Buning doir voqealardan biri ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan ham to'rdoshlar orasida kuchli inkos paydo qilgan edi. 同时录着啊，你是不是录我呢？我也录着你，你看看什么感受？好吧，来都录一下，都录一下。我跟你讲，我在录呢，怎么了？哎，我住个酒店，我还得罪人了是吗？不是，我来干嘛来了？检查啊，我来干嘛来了？希望你好。我杀人放火来了？没有啊，这样怎么了？我维吾尔族招你惹你了？你别忘了，我还是个高材生呢，我爸是个空军飞行员，知不知道？我妈妈是律师。我跟你说。 不管年底也好，还是春节也好，只要是新疆跟西藏的，都会检查身份证。 Amerikadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilardan Ilshod Hasan apandi bu vaqt so'z qilib, o'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Xitoy bizning vatanimizda Uyg'urlarga yurgizayotgan ishg'oliyat siyosat, har qanday bir ishg'oliyat siyosatda shu yerdagi yerlik millatlarni ayirib chiqib, ularni dushman qaraydi. Bu Ikkinchi dunyo urushidagi natsiyalarningki Yahudilar tutgan pozitsiyasiga o'xshash. Yahudilarga vaqtida maydasiga yoki beligiga chorliq belga
qilib buni farqlantirish. Ammo Uyg'ur bilan Xitoyning farqi aniq. Masalan, Qurbonjon Samat nima o? Beijing aeroporti tekshirgan. İctimai taratqulatdagi sin materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarga qartilgan bu xildagi oshkor milliy kamsitish hodisasi mehmonxonalardan olqib, aerodrom qatorliq ommaviy so'rinlardami keng turda mavjud bo'lmoqda. 我们为什么要在这边受到歧视？没有被歧视。你刚才再说一句，你刚才把那句话再说一句。啊？你们要向我道歉。什么事情？什么事情？我刚才说我过来，他说让我脱鞋，我为什么前面的那个人不要脱鞋？他说就因为你是新疆人。这个你们在搞民族歧视吗？那你刚才再说一句。谁陪我道歉了？现在陪我道歉了吗？啊？他们应该向你赔礼道歉。今天爆炸又怎么了？我爆的吗？啊？新疆人2000万个人口都是民族分裂者，都是恐怖分子吗？哎，你们脑子长点东西行不行？你再说一句刚才你说的话。麻烦。那你让他现在过来跟我道歉，我就走。现在跟所有的新疆人道歉。绝对没有这个意思啊！你放心好，绝对没有这个意思。没有这种爆炸是就是你们歧视而搞出来的。没有歧视，没有歧视啊！你不要推我，对，你要领导。你们都脑子进水了吗？你刚才说什么呢？安静一下行不行？安静一下行不行？你现在马上报警！我现在我一个人都不要过。我刚才没有说你。新疆人又怎么了？他们应该向你道歉，你不要生气。你刚才再说一句，我现在我真的不让我。Muhtaram televizor ko'ruvchilar, ochil ekranimizning 10-soni bugun mishada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.